Assalomu ko'pchilik, darsxonamga xush keldingiz. Bugun biz bir necha xil o'xshamagan shakldagi qo'lning pozitsiyalari va oddiy shakldagi qadam harakatlari bilan tanishib chiqamiz. O'tgan soatda 5 xil qo'lning turoqlari bilan tanishgan edik. Bugun oxirini davomlashtiramiz. Gavdani oldiga sal egib turib, bir qo'lni qanot qo'l pozitsiyasiga, yana bir qo'lni barang qo'l pozitsiyasiga akilamiz. Baş və köz barang qo'l tarafga qaraydi. Yerim barang, yerim qanat. Üstüdeki qo'lni ko'krakning oldiga tushiramiz. Yana bir qo'l qanat shaklida turdi. Boshni qiypash yantu tarafga qaratsak-mı bo'ldi. Yerim qanat, yerim guldasta. Bir qo'l boshning chekisiga kelib, jaynaklar egilgan holatda to'xtaydi. Yana bir qo'l oldi yantu tarafga tuz holatga keldi. Bosh va ko'z oldi qiypash tarafga qaraydi. Bu qo'l pozitsiyasini biz o'qiya qo'l deb ataymiz. Bir qo'l boshning ustiga, yana bir qo'l ko'krakning aylanma tarafiga kelib to'xtaydi. Bu pozitsiyani shax deb ataymiz. Agar boshni yantu qilib yonga qarsak, bu holat shax marash deb atildi. Eng oxirida qo'llarni kengri echib, belni tutamiz. Bel tutush. Yerim barang, yerim qanat. Yerim qanat, yerim guldasta. O'qiya qo'l. Shax marash. Bel tutush. Әмді biz öğrengen həmmə qo'lning turoqlarini beg'ish aylantirish bilan birlashtirib, ularga selib baqayli. Taq qadam Uyg'ur usul qadamlari ichida eng oddiy va dastlabki usul boshlash qadamidir. Taq qadam shakli turmushdagi oddiy qadam tashlab menishga o'xshaydi. Ikki put navbat bilan almashib ko'tarilib, yerga siliq qo'yildi. Yerga qo'yilganda oldi bilan tapan qo'yilib, put alqini put barmoqlarigacha ulangan holda yerga yemirildi. Yana bir put yenik kayniga ko'tarildi. Ikki put mushu xil holatda almashib takrorlandi.
məşqdə qızlarning qo'l o'rni etek ko'tarishda bo'ldi. Badan birinchi udarda oldiga sal engishib, bosh yonga tabassum bilan qaraydi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi udarga kelganda badan asta tuziladi. Ondan boshni ikkinchi yonga o'tkab, yuqorqi shaklda takrorlaymiz. Mushu xil usulda mashq qilsangiz bo'ldi. Jüp qadam Uyg'ur usulidagi eng asosli tipik usul qadami bo'lib, bu 3 taq qadam bilan yurib, bir putning tizini bukib, orqaga ko'tarib to'xtashni ko'rsatadi. Bu qadam harakatidagi 3 qadamning talabi taq qadam bilan o'xshash. To'xtaganda ikki tiz bir-biriga juplashib, bir put keyniga ko'tarildi. Bu harakat o'ng putdan boshlansa, so'l put ko'tarilib to'xtaydi. So'l putdan boshlansa, o'ng put ko'tarilib to'xtaydi. O'ng va so'l put mushu xilda oldiga takrorlanadi. Hammamizga ma'lum, Uyg'ur usulida chiroy ifodasi intayin muhim. Chiroy ifodasi qo'l va put harakatidan ayrilolmaydi. Ko'z bilan harakat, shakl bilan ifoda teng namoyon qilinishi lozim. Uyg'ur usulida ko'z, bosh, gavda, jilva harakati, kirpik silish, qosh etish qatorli harakatlar zo'r mahorat talab qildi. Chiroy ifodasi kulimsirash bilan cheknib qolmaslik kerak. Men har qitimliq darsda chiroy ifodasi to'g'riliq qisqacha tushuntirish berishni afzal ko'rdim. Chach Uyg'ur qizlarining zinnati. Qizlarning tal-tal chochlari, cho'konlarning tom o'rmi chochlari Uyg'ur usul san'atida alohida ifodalash roliga ega. Ko'pincha Uyg'ur qizlarimiz meningcha bo'yin etishni bildi. Men sizga bir necha xil qo'l shakli bilan bo'yin etishni ko'rsatib qo'yay. Bo'yin asta, tekshi, ritmli holda o'ng, so'lga etildi. To'rt xil qo'lning turoqlari. Mix shakl pozitsiyasini ishlatsangiz bo'ldi. Ikki qo'lni ostidan yuqoriga ko'tarib, bir qo'lni qanot, yana bir qo'lni barang pozitsiyasiga kelib to'xtatamiz. Alqanlar qayrilib to'xtaydi. Bosh bilan ko'z barang qo'l tarafga qaraydi. Yerim barang, yerim qanot. Bir qo'l oldi yantu tarafga, alqan sirtqa qarab, yana bir qo'l keyni yantu tarafga jaynak sal egilgan holatga kelib to'xtaydi. Bu harakat yigitlarning qadimgi zamonda ovga chiqib, o'qiya bilan qanday qarg'alganligini ifodalaydigan bir misoli. O'qiya etish. Bir qo'l qanot shaklda, yana bir qo'l ko'krak oldida to'xtaydi. Bosh bilan ko'z qiy-bosh tarafga qaraydi. Her bir pozisiyada maydangizni kerib, jonliq turishni unutmang. Qarlg'ach qanot. Oxirida qo'llarni keng ichib, belni tutamiz. Bel tutish. Әмді үгенген həmmə қолның тұрақларını birləştirib məşq qılaylı.
qadam Uyg'ur usul qadamlari ichida eng oddiy va dastlabki usul boshlash qadamidir. Taq qadam shakli turmushdagi oddiy qadam tashlab menishga o'xshaydi. Ikki put navbat bilan almashib ko'tarilib, yerga siliq qo'yildi. Yerga qo'yilganda oldi bilan topan qo'yilib, put alqini put barmoqlarigacha ulangan holda yerga yemirildi. Yana bir put yenik kayniga ko'tarildi. Ikki put mushig'il holatda almashib takrorlandi. Cüp qadam Uyg'ur usulidagi eng asosli tipik usul qadami bo'lib, bu 3 taq qadam bilan yurib, bir putning tizini bukib, orqaga ko'tarib to'xtashni ko'rsatadi. Bu qadam harakatidagi 3 qadamning talabi taq qadam bilan o'xshash. To'xtaganda ikki tiz bir-biriga juplashib, bir put keyniga ko'tarildi. Bu harakat o'ng putdan boshlansa, so'l put ko'tarilib to'xtaydi. So'l putdan boshlansa, o'ng put ko'tarilib to'xtaydi. O'ng va so'l put mushu xilda oldiga takrorlandi. Ders oxirlashdan burun men ikki xil salom harakatini ko'rsatib qo'yishni loyiq ko'rdim. Buning birisi egilib salom berish, yana birisi hurmat salami. Bu ikki xil salom harakatini usul o'ynashdan burun yoki usul oxirlashgandan keyin ishlatsangiz bo'ldi. Nafas elish bilan tang, bosh bilan gavdani yuqoriga tortib, oldiga engishimiz. Egilib salom. Bir qo'lni yonga ichib, ko'krakning oldiga akilamiz. Bu qo'l holati tasadduq deb atildi. Cho'nqur nafas ilib, oldiga engishimiz. Ko'z hurmat yuzasidan yerga boqadi. Hurmat salami. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelar soatlik darsda yana o'xshamagan qo'l harakatlaridan beg'ish silkish, ilmak qo'l, qas chiqarish, qadam harakatlaridan bo'lsa, mok qadam, yon tirma qadam qatorliq harakatlarni o'rganamiz. Ham bu qo'l va qadam harakatlarini o'z joyida cho'glash bilan birlashtiramiz. Amsa kelar shanba kuni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.